Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana rossiyskiy apparatimizni ochib olganmiz. Buni aybi tormozi mana busi separasi sinib ketgan. Bu ash tormoz bosish, tormoz berishda vazifasini bajaradi bu. Mana hozir yangi olib kelib qo'yildi bunga. Men ko'pchilikka velosiped sotadiganlarga aytaman, apparat ichiga oyoq quymang yoki chok mashinani yog'ini quymang deyman. Sababi chok mashinani yog'i ma'lum bir miqdor, ozgina miqdorda ishlagandan keyin to'nglashni boshlaydi. To'nglab saqchiga o'xshab qotib qoladi bu. Mana saqchiga o'xshab qotib ketgan apparat ichi. Hammaga aytaman, oyoq quymang, chok mashinani yog'ini quymang deb. Xo'p, mayli, qo'ysin, haligi mashinani motoriga qo'yiladigan oddiy prostol avtol bor. Shuni qo'ysa bo'laveradi, chunki to'nglamaydi u. Hozir buni hidiga sezsam, o'sha yog'da hidi kelib turibdi. Apparat tez o'lishiga sababchi bo'ladi shu narsa. Shuning uchun hammaga takrorlayman, oyoq quyma. Bunda ham xuddi shunaqa sabab bo'lgan. Shuni o'lishiga sababchi bo'lgan, tormoz ishlamay qolishiga sababchi bo'lgan shu narsa mana hozir yangi qo'yildi. Mana ichidagi narsa. Kimgadir foydasi tegsa biz xursandmiz. Kimgadir agar shunaqa maslahatlar kerak bo'lsa, kommentariyada fikrlarini qoldiringlar. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Oyoq quyish xato sababi shu holatlarga olib keladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bo'lishingiz esdan chiqmasin.